Bolani aqliy intellekti zo'r bo'lishi uchun har bitta ota bolasi bilan gaplashishi kerak bo'ladi. Ya'ni homila bilan gaplashishi kerak bo'ladi. Nima uchun? Otani ovozini bola yaxshiroq eshitadi onaga nisbatan. Sababi erkak kishi gapirganda qorin yonida to'g'ridan-to'g'ri uning ovozi bolaga eshitiladi va bu ovoz har kuni takrorlanganligi hisobiga bola otani ovozini boshqalardan ko'ra yaxshiroq taniydi. Onani ovozini bola kechroq taniydi. Sababi ona gapirganda uning ovozlari suyak orqali o'tganligi hisobiga bolaga tiniq bormaydi. O'sha uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarni yig'lagan vaqtda ovutish uchun uni otasini qo'liga berib qo'ysanglar, bola tez ovunib qoladi. Chunki uning ovozlari unga tanish bo'ladi. Bolani aqliy faoliyatini ham zo'r yetilishda otaning ovozini ahamiyati katta. Shuning uchun ayollar bolalaringizni turmush o'rtoqlaringiz bilan ko'proq gaplashishga harakat qildiringlar. Shunda bolajonlaring ham aqlli, ham mehrli bola bo'lib tug'iladi. Bu fakt.